eslaydi. 7dan 70gacha, 80, 100gacha eslayaptim. Demak, qo'shiqlar yashayapti. Men qo'shiqlar yashash tarafdoriman. Uyga borsam, akam haligacha boshimga ro'mol o'rab chiqdi dedi, gaplashmaydi men bilan akalarim. Tapib tupur fonogrammaga aytilayotgan mana undaqa bardakkan pul to'lab kelayotganlar borda, gap yo'q. Qo'shiqlar o'zini o'rnini topsa, innaki yulduzli bir oilada eslaydi. Mana biz paytlarda, men aytdim, biz paytlarda 80% qo'shiqlar yig'latadigan va hammasi ma'noli bo'lardi. Hozir ko'proq anaqa beramiz. Yoshlarimiz hozir ancha sabrsiz bu masalada. Dunyo chunki o'syapti-da. G'ildirak juda ham tez aylanyapti. Zamon bobo kutmayapti bizni. O'shaning uchun yoshlar ham bir ilinib qolay deyapti, boshqa deyapti, lekin yoshlar ham o'zini topayapti, masalan, o'sha qo'shiqlarda. Yig'lagan albatta yig'laydi-da. Agar yengil topsa, haligi yengillik tortsa o'sha yig'idan, yig'lasin albatta bunaqa yig'idan. Ma'no chiqadi. Yig'lab ko'zini yuvib, haligi betini yuvib surmasin surka ko'chaga chiqqigina hayot davom etganligini biladi. Eng keragi bugungi kunda men solishtirsam, bilmaysizlar qanaqasi sotsial naproslar o'tkazasizlar. Men o'zim tekshiruv solishtiruv o'tkazdim. Bizni paytimizda o'zini o'zi otib yuborgan, o'zini o'zi osib yuborgan, o'zini o'zi yoqib yuborgan kim uchundir juda ham ko'p bo'ladi. Hozir juda oz. Qadr qiymatlaringizni bilyapsizlar yoshlar, bu eng keragi. Sevgi sen kimgadir qurbon bo'lish emas, sevgi senga xush yoqib, senga xush olib kelganda sevgi. Seni ozorlasa, estikina degan yig'i keladi yig'lasa. Agar farqiga borilsa, o'zini o'zi bu narsa qilmaydi. Eshikni mahkam bekitib qulflab, yig'lab yana pardozini qilib chiqib yana hayotida davom oqtarib ketaveradi. Shuning uchun yig'latishma degan ma'noda shu narsalar bor farqida. Shunchaki yaratilmaydi. Har birda tarix bo'ladi, hissiyot, kechinmalar. Menga juda ham qiziq, Jahannam ashulangizni yaratishga nima majbur qildi? She'rni o'qiganimdan keyin endi mana shu passivni, aktivni erkaklar bor, masalan, deylik, haligi erkak bo'lib erkaklar bor, erkak sifat bo'lib ayol bo'lganlar bor, ayol sifat bo'lib buzuqchilikda yurganlar bor, erkakman deb ko'krak yurgan. Eshitib ko'rib kelyapmiz. Haqiqatda ko'ziga qarasak, voy, bunaqa narsani aytib bo'lmaydi. Ko'rib bunaqa narsa qilib bo'ladi-yu, aytib bo'lmaydimi? Biz uni ichida ko'rib yashab kelyapmiz. Aytishga majbur bo'ldim. Qachongacha? O'zimiz hamkasblarimiz ichida ham bor, boshqasi ham bor. Nechtasi qon topshirayotganda faqat vrachlar biladi, e'lon qilinmaydi. Yomon kasallar kelib chiqyapti. Hammasi shuning orqasidan. Nima uchun biz bolalarimiz buni ko'rib eshitish kerak? Nima uchun biz haligi yaxshi hayot не можем предоставить им хорошую жизнь dedi-yu. Nima uchun biz yaratib berolmayapmiz o'sha? Shu narsa majbur qildi. Nima shuni ko'rib ana qilishyapmi? Lekin bitta ular gunohkor emas. Oldin unaqalar bo'lgan. Asrlardan asrlarga kelgan. O'ylamanglar, bu kecha chiqmadi. Bor dunyo yarilibdiki, Lut alayhissalom qavmi, Ad qavm, Samud qavmi, hammasi shu suralar shunaqa qavmlarning ustiga tushgan. Lekin qaysi qavm baqiribdiki bu narsani ko'kragiga urib barbod bo'libdi. Baqirmaslik kerak. Bo'ladi. Haligi hayotda kama bilan tug'ilgani bo'ladi. Endi yoshlar xafa qilib qo'yishadi yoshligida, keyin borib anaqa qilib qoladi. Lekin uni baqirib ko'krakka medal taqib ko'chaga chiqib yurish shart emas. Hurmat qilib yur. Seni ko'rib indamayaptimi? Demak, sen jim yur. Chunki bu jamiyatni buzadi. Maqsad shu, aytishdan maqsad. Kimnidir kamsitish emas. Aslo va aslo bunaqalar ustidan kulib ham bo'lmaydi. Gapirib ham bo'lmaydi. Lekin otalarga aytish kerak. Не надо стервозничать.
hammada o'ziga yarasha qiyinchilik bor. Butun ayol bo'lgan, butun erkak bo'lgan xotin bo'lib ham yashalmay, baxtini topolmay yurganlar ham ko'p. Ular kimga aytsin dodini? Hammada har xil tashvish bor. Hammani haligi kechirasizlar, qo'pol qilayotganda ularda haligi anaqasi bilan ovora bo'lib ularga e'tibor qilmaysiz-ku, ishtonni ichidagiga. Пожалуйста, mahkam tortib bel bog'da. Mahkam erkak bo'lib yuring. Biz sizni erkak qiyofasida ko'ryapmiz, erkak bo'lib yuring. Ayol qiyofasida ko'ryapmiz. Iltimos, ayol bo'lib yuring. Bizni o'zbekligimizga, bizni musulmonchiligimizga yarashmaydi u narsa. Chunki bizda din, urf-odat, din boshqa, urf-odat boshqa. Urf-odatlarimiz ham diniy urf-odatlarimiz bor. O'zimizning o'zbek urf-odatlarimiz bor. Juda qattiq bo'lgan. Men nechiga chiqdim bolalarim. Uyga borsam, akam haligacha boshimga ro'mol o'rab chiq dedi, gaplashmaydi men bilan akalarim. Boshimga ro'mol o'ramasan. Marg'ilondanman. Bunaqa qilib o'ramaymiz biz. Mundaqalarni o'z o'ramaymiz. Men qabul ham qilmayman buni. Bu bizni o'rash boshqa. Bizni o'rash bunda qilib ro'molni orqasiga o'raydi-da, bunda oq ro'mol tashib olib, erkaklarni ko'rganda bunda qilib labiga tishiga qistirib oladi. Endi biz shu urf-odatda katta bo'ldik. Shunday ko'rgim kelib shekillida, shuning uchun aytdim. Hech ham aslo va aslo birovni haqorat yana qilishmas. Himoya qilishimiz kerak agar birov xafa qilsa bularni. Lekin ko'chaga chiqib ko'krak kerib yurishiga yo'l qo'ymaslik kerak bunaqalarni. Bunaqa klub ochilibdi, andaqa bo'libdi. Biz siz ham bola chaqa qilyapsiz, boshqa qilyapsiz. Nimadan umidvor bo'lib qilyapsiz? Ertaga nima deb bosh ko'tarasiz? Ertaga o'g'lim deb beshiklarga solib, to'ylar qilib, qo'ylar so'yib, birov Alloh asrasin bir bola qilib qo'ysa, butun bolangiz mayli hayoti barbod. Sizning orzu havaslaringiz barbod. Siz bilan xotinning o'rtasidagi отношения barbod. Endi o'sha farzandni ko'chaga otib olmaysan. O'ldirib ham borolmaysan, lekin o'sha farzand bilan o'sha anaqani birga tashishing kerak. Yukini. Sharmandagarchiligini, bilmayman, nima deydi? Я не знаю, как это назвать. To'g'ri, ming bor o'zi. Men unaqaga so'zdan topa olmayman. O'shaning uchun jahannamga aytdim. Insofi borlar, ko'rib turib indamagan ham shayton, qulalang deb bo'lsin. Buni o'sha borib aytish kerak. Xabar olyapsanmi bolangdan? Bor, xabar olib qo'ydim. Unda emas, bunda deb. Indamay, menga nima deb ketganlar sherik o'sha gunohga. Uni bilmayaptilar-da. Uni ko'pchilik aqli yetmayapti. Men ko'rib turib, teskari qarab ketsam zo'r bo'ladi. Men gunohsizman deydi. Aslida saniga Alloh ko'rsatdi-ku, o'sha gunohga sherik qilib qo'ydi. O'shadan chiroyli chiqib ketish harakatini qilish kerak. Ikki og'izdan o'tib aytib qo'yib ketish kerak. Ya'ni men ko'rmasman, tarafimni tutib olganman. Iltimos, o'zingizni hurmat qilmasangiz, bizni hurmat qiling, mayli, haligi shim kiyib ola qoling deyish kerak. Shunday. O'tgan yili konsertda mana surmaga o'xshagan juda ham har tomonlama chiroyli asarlar ko'p bo'lgan. Mana premyeralardan to'xtamayapsiz, lekin konsert uchun ham mana shunaqa chiroyli asar sovg'alaringiz bormi muxlislarga? Agar shuncha aytganimizdan sovg'a olmagan bo'lsangiz, unda bilmayman. Yangidan hali taqdim qildim. Yo'q, men talqin qilib kelyapmiz-ku, hozir yana beramiz. Endi bu yil biz 4 tadan, 5 tadan, 6 tadan qilib berayotganimiz sababi konsertga yangi kelgandan keyin ishoning, men bir narsani bildim. Shu konsertdan oldin baribir qachon 5-6 oy oldin berishni boshlash kerak shekilli, tanishtirish kerak. Konsertga kelganda 20 ta 30 ta qo'shiqni orasida endi 25 tachalar bo'ladi. Qabul qilish rosa qiyin. Haliga ashlaga naqli nima dedikin, andaqami dekin deb hazm qilguncha ana ashla o'tib ketib qoladi. Shu narsalar ko'p bo'lgani uchun berib taqdim. Endi nima deydi, tajribadan kelib chiqqan holda ishlayapmiz. Demak, hammasi konsertgacha muxlislarga yetkaziladi. Ha, surmani qo'yishmayapti. Surma turibdi o'zi. Men surma qo'shig'i yana konsertdan keyin mashhur bo'lib ketdi. Hitga aylanadi. Masalan, konsertdan maxsus premyera qilmagansiz. Masalan, konsert orqali уже hitga aylanadi. Lekin qolgan qo'shiqlar ham haqli edi hit bo'lishga. Lekin ularga zamon bo'lmadi. Men hammasida o'ynalmayman. Kuchim yetganicha o'ynayman, kuchim yetmagancha o'ynalmayman. Lekin bu degani hamma qo'shiqda har bittasi meni farzandim, bola. Bu yil nechta qo'shiq bo'ladi repertuar? Endi kelasiz, ko'rasiz. Muxlislarga qiziqda. Endi muxlislarga qiziq, biletiga yarasha oladi. Muxlislarga qiziq bo'lsa, mana bu konsertlarga ham kirib ko'ring-da, orqada bo'layotgan konsertlar bor. Har kuni repetitsiyadamiz.
Tapib tupur fonogrammaga aytilayotgan mana undaqa bardakkan pul to'lab kelayotganlar borda. Gap yo'q. Menda bunaqa gapni so'ramaylar ham bundan keyin. Men buni ko'rgandan keyin aytdim. O'zim boshimdan suv o'girib yubordim dedi-yu. Malades, charchamasan Usmonova dedim. Bunaqa ishlaydigan odam qolmadi musulmon. Раньше хоть как-то что-то пытались, hozir yo'q unaqa narsa. G'amsiz, tashvishsiz, shartiga qo'yib, o'rtaga chiqib ashula aytyapti. O'rtoqlar, meni nafasim qisib, har kuni charchayapsizmi deyapsiz. Men siqilyapman. Dori ichaman, siqilmaydi, boshqa qilaman. Я не знаю, как себя успокоить. Nechiga chiqding deb so'ra. Mendan ko'p so'radi. Nima qilasiz? Hadi bir xilbatda xo'jayin aytadi. Nima qilasiz qilib, nimaga qilib siqilmayman dedim. Bu narsalarni yetkazib borishim, men bolalarim bilan o'rtaga chiqyapman-da, tasavvur qilyapsizlarmi? Как можно не переживать? Menimcha bu faqat ish kostyumlarda yo gaplarda, iddao qilishda, yo shouda va kataysa qilib yurib, yo chiroqni yondirib qo'yishda emas. U zrelishi. Kerak, мы делаем. Qo'shiqlar o'zini o'rnini topsa, inneki yulduz deb bir oilada eslaydi. O'zini topsa. Agar meni Svetimni eslab aytdi, rosa zo'r lazr qiluvdi deb bir oilada eslamaydi. Sen 7 dan 70 gacha, 80, 100 gacha eslayapti. Demak, qo'shiqlar yashayapti. Men qo'shiqlar yashash tarafdoriman. ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapman, har kuni hamma narsaga vaqt topyapsiz. Zalga ham, sog'liq uchun ham, konsert va repetitsiya uchun ham. Va beradigan savolim, sizni hayotingizni kino olamidagi eng og'ir sahna siz uchun qaysi biri bo'ladi? Menimcha, agar rostlagan badiiylashtirib ko'rsatsa juda og'ir sahnasi ko'p bo'ladi. Lekin men yana bir bor aytaman, tafakkur qilyapman, hozir diniy tafakkurdaman. Agar o'sha kunda o'tmaganimda men qiymat bilarmidim, shu bugunning qiymatini bilmasdim. Men kelgan jurnalistlarning hurmatini bilarmidim yoki o'ynayotgan o'yinchilarning hurmatini bilarmidim. Musiqantlar necha yildan o'qigan, shular hurmatini, bugungi Alloh bergan ne'mat qiymatini bilib, dastoyni bo'la olarmidim. Men shuni ko'p tafakkur qilganim uchun hech ham og'ir kunlar yo'q. Agar Alloh bir eshikni ochadigan bo'lsa, mana shu gapimni hamma burniga sirg'a qilib taqib olsin, yo'qsa qulog'iga. Agar Alloh bergan ne'matidan oldin qiyinchilik bo'lsa, 5 ta eshik o'zi bekiladi. Ashunda tayyor tursa, eshik ochiladi, juda katta ne'mat. Men qancha qiyinchilik ko'rgan bo'lsam, mana bu kunlar bor ekanda. Demak, men senga bu kunlarni berishimdan oldin sen shukronali qul bo'l, ko'rnamay bo'lma degan maqsadda men tayyorlagan. Shu imtihondan chiqalganim uchun balkim, vallohu alam. O'shaning uchun mana shu anaqada yurgandirman. Lekin tayyor chiqqanlar kim turdi, aytinglar. Hech kim yo'q, tayyor edi. Voy, anu ko'rdingizmi, to'ygan palonchi kelibdi deyshadi, haliga yosh qizlarni pardoz qilib kelganini ko'rasanda, orqasida poddershkasini bilasizmi kim deydi. Ayo bilmasam, endi poddershkasi kim bo'lsa ham salomat bo'lsin deyman. Bilaman, 3 yilga bormaydi. Qulog'idan tortib chiqargan odam sen kimsanki, sen kimnidir poddershka qilasan. Vallohu matiga ham aytaman-da, har kim o'ziga o'zi aytish kerak. Men kimman, kimnidir poddershka qilay, yordam qilishim mumkin, lekin qulog'idan tortib yulduz qilish mendan emas, sizdan emas, undan emas, bundan emas, Allohdan. Shunga loyiq bo'lgan odamga beradi. Ha, oyoq osti qilishadimi, qiladi. Pollatda qilib seni ustingga oyog'ini artadimi, artadi, topiladi unaqa ham. Artilmadi men ustimga. Nima tuhmatlar ko'rmadim. Qaytamiz. O'tgan yili qishda bahoriy konsert bergandingiz, 20 kun. Bu safargisi 19 kun va yana 4 ta seans bor. 24 ta konsert xullas. 24 ta konsert va beradigan savolimiz bahor bilan bog'liq konsertingiz. Undan tashqari Zo'rtovada ham premyeralar qilganingizda studiyalarni ko'rdik. Bahoriy kayfiyat. Bahorni shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Men hayotni yaxshi ko'raman. Chunki hayotda yashab fikr qilib, bu yoqqa tayyorgarlik qilyapman. Hayotni yaxshi ko'raman. Hayot degani mana ko'pchilik voy o'lib qoldi deydi, men o'shancha ko'p anaqa qilmayman. O'lmaydi, odam ko'chadi. O'ladi, boshqa palto kiyg'izishadi u yoqda. Bu badan qoladi, boshqa badanga o'tadi. Hayot bu. Hayotda kitoblarda o'qisanglar, anaqa qilsanglar, o'lim yo'q. Yes bardavom, faqat insonlarga berilgan bu narsa. Qolgan qurt-qumursqa hasharotlarga, hayvonlarga berilmagan.
Просто люди не понимают это, да? Hayot go'zal-ku. Tafakkur qilib yashash undan go'zal.